Sofi intayin achchiq kelib ketgan vaqtda Abdori Molly Bang. Sofi intayin aldırış bir şekilde oynayatadi. Dal bu vaqtida uning singlisi u o'ynayotgan gorillani tatibli evoldi. Uning qo'lidan tatib evoldi. Endi menga navbat keldi dedi singlisi. Sofi yo'q dedi. Bu vaqtida opasi ha qizim endi singlingizga navbat keldi dedi. Shuning bilan singlisi uning qo'lidan gorillani tatibla aketdi. Bu vaqtida Sofi oldida turgan bir yük mashinasi, cho'ng o'yinchoq yük mashinasiga putlashib yiqilib tushdi. Mana bu vaqtida Sofining intayin achchiq keldi. U putlari bilan yerga tepdi, vaqirdi. Bütün dünyani paç-paç qilib ketdi. Mana mush yerda bütün dünyani paç-paç qilib ketdi degan yerda demak bu Sofining ichi paç-paç bo'lib ketdi degan ma'no. Bir narsalarni urib buzib kelib ketadi bolalarning. Shu vaqtida shu mening hozirgi ichim shunga o'xshash degandek. Bunu aldığım qatam tushundirgandim sizlarga. U vaqirdi. Intayin qizil vaqirdi deydigan, chunki achchiq bir xil o'tga o'xshaydigan. O'tning shaklini chiqadigan qizil rang bilan ifodalanadigan achchiq. Chunki qizil rang odat nimaning ifodasi? Signal berganda bir jiddiy ahvol bo'lgan chog'da bir signal bersa qizil bo'ldi shunaqa. Demek beden bir signal beryapti. Bu bedende qizil ogohlantirish, alarm deydigan, işte ciddi bir ahvol deydigan bir signal beryapti. Bu signal bu qizning og'zidan chiqyapti vaqirishi bilan. Ve bu vaqirishi bilan bütün uydagi shu hujurdagi o'yinchoqlar, kitoblar, qog'ozlar hammasi uçup ketdi. Demek bir açıqning haqiqatan müştaq bir kuchli energiyasi bor. Shu insonning ichida bir energiya. Xuddi shu volqan chiqqan yanardag'dagi bir energiyadek. Yanardag'ni yerning ichidan bir energiya bilan portlab chiqadi. Keyingi betda Sofi xuddi yanardag'ga o'xshash portlash oldi turadi. Shunchalik kelqimush ochiqni obyektivlashtirib sizib beribdiki, shu yerni bak yaxshi ko'rdim. Bir o't o'xshatib, yanardaq o'xshatib, qip-qizil rangga o'xshatganimiz shunday yaxshi o'xshatibdi. Va Sofi intayin achchiq keldi. Achchiq keldi va u yugadi. Yani uydan sirtqa chiqib ketdi, eshikni bong qilib yepatdi bütün kuchi bilan. Bong yeb bitib chiqib ketdi. Uydan chiqib yugadi. Oxiri yuguramigicha yugadi. O'rmonlikning ichiga kiribdi. Yugurab herib qolgan vaqtida u yig'ladi deydi. Bu jarayonni shunchalik yaxshi eslab turibdi. Boshda vaqiraydi bolalar shunami. Boshda bek yig'lab ketmaydi. Achchiq kelgan vaqtda birinchi bo'lib vaqiraydi, chaqiraydi. Bir narsalarni otidi. Ammiyan pochilab kelib ketadi. Andan keyin yugurgandan keyin yig'labdi. Yig'lagandan keyin sal bir qismi pastga tushib qoldi odatda. Yig'lagandan keyin sal pastga tushib qolgandan keyin atrofini ko'ra oladi inson. Undan biri atrofiga diqqat qilib bo'lmaydi. Etrafını görüptü, emnimini gördü, taşlarını görüptü, daraxtlarni görüptü. Anandan keyin qushning ovozini anglabdi. Demak, endi buning 5 sezgusi asosan ichilishga boshladi. Bu 5 sezgusini ishlatib ichilgandan keyin bu qizning oldingi miyasi mantiqli ishlaydigancha normal fikr qila oladigan miyasi sal ichilishga boshlabdi. Şunun bilan bir daraxtning qishig'i keldi, daraxtga yamishib chiqdi. Qeri bir daraxtga yamishib chiqdi deydi.
Daraxtning ustida o'ltirdi. Qaranglar rasmga, daraxtni quchoqlab o'tiribdi bir xilchu. Hiliqi xuddi tabiatdan bir yordam olgandek. Tabiat hiliqi özümüz tabiatga yaşayan bütün canlılarını rahatlaydı. Tabiat ana deyimiz o. Bir şey quchoqlab xuddi bir bala ananın quchog'ida quchoqlab o'tirgandek bir xilchu ko'rinishga. Bu ko'rinishni pek yaxshi ko'rdim. Qeyri deydi. Qeyri bir mo'minning qizini tasalli berib quchoqlashga o'xshaydi ekan tabiatlik. Ma quchoqlab ma rasm. Şunun bilan daraxtda o'tirib, bu yerda shamolning mayin shamolni his qilibdi. Bu shamol uning sochlarini yelpibdi. U dengizga qarabdi, suvga qarabdi, to'lqinlarga qarabdi. Ya'ni tabiatniki shu bütün hadislarni ko'ribdi, his qilibdi. Shunchalik keng ketgan dunyo uni rohatlatibdi. Onun rahat, huzur bağışlaptı. Muşu yani şunçalik güzel ameliyatda. Hakikaten biz xuddi açıqlagan vaqtimizda dünyada bizli bardik. Bütün dünya buzulup ketgandek, bütün qalbimiz paramparça bo'lib ketgan vaqtida parcha-parcha bo'lib ketgan, bütün dünya parcha-parcha bo'lib ketgandek his qilamiz. Anandan keyin dunyoga shundoq bir ichidan chiqib turib qarasak, bütün ish hamma jonliqlar, hamma şu Allah yaratgan bütün nesler özünün ritmi boyunca meňavatkan bir tiniş içinde bir huzur içinde meňavatkanlygyny köýgen wagtda insanga bir xil rahatçilik berdiken, bir xil huzur berdiken. Hem şunundan özüni istiyorsun taňşalaydiken. Bir taňşalgan näste taňşyl boldu. Mesela şu ekologilik, tamponluk taňşalgan şunaqa o bir tabiatning taňşalgan hodisasi. Ekologik tamponluk qanchalik buzulgan sir, taňşalmagan sir insonlarning his tuyg'usini taňşalmaydi. Shunsiz qanchalik taňşalgan bir yani ko'rgan vaqtingizda, masalan, shunga o'xshash tabiat odatda taňşalgan bir yer, hamma narsa taňşalgan. Ashyo qancha yaqinlashgan sir, qancha shuni ichida turgan sir, badaningiz taňşaldi, his tuyg'ungiz taňşaldi. Eğer siz taňşalmagan insonlar sizda varan-churuň ichida, bozorlarning ichida mundaq bo'lgan vaqtda u bir taňşalmagan yer, shunaqa. Undaq yerda ish qilib his tuyg'usi taňşyl olmaydi, texim buzilib ketishi mumkin. Sofi yaxshi his qilibdi endi va u daraxtdan yamshib tushibdi. Andan keyin uyga qarab meňapti. Bu vaqtida Sofining chiroyi qarab basak bir xil mamnunlik chiqib turdi shu chiroyidan. Andan keyin bir yerda yana atrofdagi kichik hayvonlarning ham chashqanning, ho'qishning, yana bir qushqashning, yana bir chashqanning, tiyinning har xil ovozlarini chiqardi. Ya'ni o'sha ovozlarmi insonni rohatlatadi. Tinchlikqa asli holatiga taňşalgan holatda qaytib kelgizadi. Andan keyin uyga qaytibdi. Uyi shunchalik illiq va pek xushbo'y puraydi. Hamma u uy qaytib kelganda uydagi barliq kishilar intayin xushal bo'ldi dedi. Hammasi shuna xush bo'pti bundan kelganidan. Mushuk. Bir mushuk bor ekan uyning ichida. Shu mushuk odati bo'lsin buldu uyda, lekin malning uyida mushukni ko'z qo'yibdi. Demak, mushuk amaliyoti uchun bir insonning shu uy hayvonlari ya. Biz mushukni deymiz, ishni uyda boqilmaydi. Mushuk hakikaten insanın besimini inekletadigan, istiyorsun taňşyga yordam qiladigan bir hayvon desak bo'ldi. Apstek mushuk qarab qo'yibdi. Keyingi rasmida bir oylik ishlar shuni yaxshi birlikda bir yerda qurashtirish o'yini o'ynaytibdi va puzzle o'ynaytibdi. Eng oxirgi bir nimani singlisi bilan ikkisi birlikda shu puzzleni qo'yibdi. Buning bir ma'nosi bor deb o'yladim, ham hozir pek qilim kelmadi. Lekin mushukning ma'nosini his qildim. Ondan keyin Sofi endi açıqlamaptı. Hozir endi açıqlamaptı. Bu ko'rinishda bo'lsa, daraxtni sizibdi, mana dengizni sizibdi vaqtiki, lekin bir oylik ishlarni sizibdi. Bu aslida
müşk uxlapdı. Yani şundaq bir suyumlik bir kitap genço. Balalarga pek köp narsalarni o'rgatgan bo'ldik bu kitobda. Men balalarım bilan xil köp o'qidim. Bizgin pek köp narsa o'rgatgan. Biz o'zimizning mush ochig'imiz kelganda istiyog'imiz tanishishning yo'li. Tabiatga chiqish. Ashundaq bir tanishilgan yoki bo'lmasa tanishilgan bir do'stingizdan qashig'i basingizmi bu amaliyotda. Bir tanishilgan birisi bo'lishi kerak. Masalan, do'stingizning ko'ngli yerim unda bo'lib qolgan ahvolda siz berib, "Mening achchig'im keldi" desangiz, u tanishilmagan ruhiy holati bilan sizga yordam qilolmaydi. Shuning uchun bolalarimizga biz tanishilgan bo'lsak, his tuyg'imiz tanishilib turgan bir tinish, rohat, xotirjam holatda tursak, ularga yordam qila olamiz. Ama bizmi tanishilmagan bo'lsak, bolalarga yordam qila olmaymiz. Bu yerda tabiatni tanishilgan deb haqiqatan pek to'g'ri. Bizmi shunday bo'lsa, shu tabiatga ko'proq chiqib qilsak, ruhiy holatimiz, his tuyg'ularimiz tanishilgan bo'ladi. Bu kitobni ishqib intayin tavsiya qilma.